Kema to'xtayapti. Quyosh ham botmoqda. Mana shunaqangi tez yordamlar ham tayyor turadi. Yeslicha o'tgan joyiga. Yeslicha o'tgan joyiga, ya. Kelishini qarang mana. Hozir mana shu rezinalar bor, rezinalarga yaqin tegadi mana shularga. Yo'q, o'ta katta kema, lekin ona kechagi Splitga borganimizda Norvegiyada bitta kema kelgan ekan. U kema yonida bu qayiq bo'ladi-yu. Shunaqa o'xshab qoldi. O'zim qarang mana shu pastda polni birinchi etajda mashinalar turadi, mashina ham ikki etaj. Birinchi kirgan mashina ko'tariladi, tagiga yana mashina kiradi. Undan keyin ikkinchi etajda kafe bor. Undan uchinchi etajda o tepasida odamlar o'tirgan skameykalar bor. O'ta katta kema bu. Bu demanglar sizlar. Kim kichkina deyapti demaylar. Yadro liniya. Mana bugungi qilgan ishimiz. Bugungi emas, endi Abitdan keyin tushdik. Abitdan keyin tushib, mashqcha terpishadi. Qolgan joy kichkina toshlar mushit berib qoldi. Ertaga kesamiz, shuning uchun qog'ozdirib ketdi 3 tani ondan. O'ta og'ir ekan. 40 ga 120, og'irligi ham 120 kg ekan. Billarda ham inasi ko'rsataveryapti o'zi. Aqdagi toshimiz bitti, xudo xolasa. Xullas, bir oydan o'tdi mana shu yerda. Birinchi kelganimizda hech narsa yo'q edi. Toshlar ham terilgan yo'q edi. Kelgandan bir oycha ishlab qolamiz shekilli mana shu yerda. Zo'r bo'ladi, bir oy ishlaganmiz dedik. Haqiqatan bir oydan o'tib ham ketdi. Hali yana ancha ish ham bor. Yana bir oy ishlaymiz shekilli. O'ta chiroyli, tabiati zo'r joyda. Ishlab maza qilasiz bu yerda. Kemalar ko'payyapti. Turistlar kelyapti to'xtamay. Mana shu kema remontiga ham bir oy oldin tushgan edi, hali bitgan. Quyosh botmoqda.